Bu patsientimiz bizga kecha Dubaydan uchib keldilar. Hammamiz bilamiz, что Dubayda havo O'zbekistonga qaraganda anchagina issiq. Hozirgi kungacha har xil spreylardan foydalanib kelganlar foyda bermagan. Bugun biz bu kishiga gipergidroz muolajasini qilishga qaror qildik. Sababi bilamizki, что qiz bolada подмышка terlasa, bu samotsenkasini ham tushirib qo'yadi. Bu protseduramiz 6 oydan 8 oygacha terlashni bloklab beradi va albatta biz hozir bu kishiga bu protsedurani qilishga kirishamiz. Birinchi o'rinda test o'tkaziladi. Bu yerda yod va kraxmaldan foydalanamiz. Yodni surtib, kraxmalni berganimizda aynan terlash sohasi qorayib qoladi. Har bitta единица 1 sm atrofini bloklaydi. Men gipergidroz muolajasiga обязательно Dysportdan foydalanaman. Gipergidroz uchun mo'ljallangan preparat hisoblanadi. Bu preparatimiz ko'pam ichkariga qilinmaydi. Sababi ichkariga qilinsa, qo'ltiq osti, ya'ni qo'lni harakatlantiruvchi mushaklarni расслабить qilaveradi. Keyin harakatda inson qiynalib qolishi mumkin. Kaft sohalarida, oyoq sohalarida qilinganda ham shu holatga, ya'ni e'tibor beriladi. Bu patsientimizga gipergidroz muolajasini o'tkazib berdik. Bilaman, sizda ham terlash muammosi bor. Bemalol direktga murojaat qiling.